Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar shifokorlik komissiyasidan qayta o'tishga majbur bo'ladimi? Kimlar albatta komissiyaga borishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi lozim. Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada pensioner bor. Ota-onamiz, bobo-buvimiz, nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki yoshi ulug' qarindoshlarimiz. Agar hujjatlarda kichik xato bo'lsa, nafaqa to'lovi kechikishi, qayta tekshiruvga chaqirishlari yoki qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilishlari mumkin. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan eshiting. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday masalalarni oddiy tilda hujjat va amaliy hayot nuqtai nazaridan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin xotirjam yurardi. Yoshga doir pensiya oladigan insonlar odatda har yil shifokorlik komissiyasidan o'tib yurishi shart emas edi. Chunki ularning pensiyasi yosh, ish staji va belgilangan tartibdagi hujjatlar asosida tayinlangan bo'ladi. Masalan, erkak kishi belgilangan yoshga yetgan, zarur ish staji mavjud, pensiya jamg'armasiga hujjat topshirgan, unga yoshga doir pensiya tayinlangan. Bunday holatda odam har yili kasalxonaga borib, men hali ham pensionerman deb isbotlab yurmaydi. Lekin boshqa bir toifa bor. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Mana shu yerda shifokorlik komissiyasi, ya'ni tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasi juda muhim. Chunki nogironlik bir marta umrbod berilgan bo'lishi mumkin yoki ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar hujjatda nogironlik muddati 1 yil, 2 yil yoki ma'lum sanagacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, muddat tugaganda fuqaro qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Aks holda to'lovlar to'xtatilishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. Aslida eng katta o'zgarish shundaki, tizimlar raqamlashtirilmoqda, ma'lumotlar bazalari solishtirilmoqda, pensionerning holati, nogironlik muddati, tibbiy xulosa va pensiya to'lovi o'rtasidagi moslik ko'proq tekshirilmoqda. Oldin ayrim holatlarda hujjatlar qog'ozda qolib ketgan, kimningdir muddati o'tgan bo'lsa ham darhol aniqlanmagan bo'lishi mumkin edi. Hozir esa elektron bazalar orqali muddati tugagan xulosalar, qayta ko'rik sanasi kelgan holatlar tezroq ko'rinadi. Shuning uchun odamlar orasida hamma pensionerlar komissiyadan o'tarkan degan gap tarqaladi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Hamma pensioner bir xil emas. Pensiya turi va hujjatdagi yozuv hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik asosida pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, tibbiy xulosangizdagi muddatni albatta tekshiring. Masalan, hujjatda nogironlik 2025 yil 25 martgacha belgilandi deb yozilgan bo'lsa, demak shu sanadan oldin qayta ko'rik masalasini hal qilish kerak. Odam ko'pincha to'lov kelib turganiga ishonib yuradi, lekin muddati tugagach tizimda savol paydo bo'ladi. Fuqaroning nogironlik holati tasdiqlanganmi yoki yo'qmi? Agar tasdiq bo'lmasa, pensiya organi to'lovni davom ettirish uchun asos ko'rmaydi. Ikkinchi toifa nogironlik guruhi o'zgarishi mumkin bo'lgan insonlar. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bilan pensiya olayotgan bo'lsa, davolanishdan keyin ahvoli yaxshilangan yoki yomonlashgan bo'lishi mumkin. Shifokorlik komissiyasi buni baholaydi. Ba'zan guruh o'sha qoladi, ba'zan 3-guruhga o'tadi. Ba'zan 1-guruh belgilanadi. Ba'zan esa nogironlik tasdiqlanmaydi. Bu juda nozik masala, chunki har bir qaror to'lov miqdoriga, qo'shimcha imtiyozlarga, dori-darmon, protez, reabilitatsiya parvarish masalalariga ta'sir qiladi. 3-toifa. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan bolalar va ularning ota-onalari. Bu yerda muddatlar alohida ahamiyatli. Bola ma'lum yoshga yetganda yoki belgilangan qayta ko'rik sanasi kelganda hujjatlar yangilanishi mumkin. Masalan, 16 yoshga to'lgan bola uchun avvalgi xulosa boshqa tartibga o'tishi, keyingi to'lovlar esa yangilangan tibbiy ijtimoiy xulosa asosida davom etishi mumkin. Ota-ona biz oldin komissiyadan o'tganmiz deb xotirjam bo'lib qolsa, keyin to'lovda uzilish bo'lish ehtimoli bor. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Oddiy yoshga doir pensiya oladigan, nogironlik pensiyasiga aloqasi bo'lmagan pensionerlar odatda shifokorlik komissiyasidan majburiy ravishda o'tmaydi. Masalan, 33 yoshli erkak 35 yil ish staji bilan yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, u faqat yoshi sabab pensiya oladi. Uning pensiyasi tibbiy komissiya xulosasiga bog'liq emas. Shu sababli u menga ham chaqirib keladim deb vahimaga tushmasligi kerak.
Albatta, pensiya organi boshqa ma'lumotlarni. Masalan, yashash joyi, bank kartasi, hujjatdagi familiya o'zgarishi, vafot etganlik holati, chet elga doimiy yashashga ketish kabi masalalarni tekshirishi mumkin, lekin bu shifokorlik komissiyasi degani emas. Bitta hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 6-7 yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi. Unga qo'shnisi endi hamma pensioner kasalxonadan o'tishi kerak ekan deydi. Ayol xavotirlanib poliklinikaga boradi. Poliklinikada esa unga sizning pensiyangiz yoshga doir, sizga tibbiy ekspertiza shart emas deyishadi. Bu yerda vaqt, asab va yo'l xarajati ketdi. Demak, birinchi qadam pensiya turini aniqlash. Ikkinchi misol. 52 yoshli erkak ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy xulosasi 2024 yil o'tib noyabrgacha amal qilgan. U esa pensiya kelib turibdi-ku deb dekabrda ham kutib yuradi. Yanvarga kelib to'lov kechikadi. Pensiya bo'limiga borganda unga qayta ko'rikdan o'tmagansiz yangi xulosa kerak deyishadi. Endi u shoshilinch ravishda oilaviy shifokorga boradi, tahlillar topshiradi, mutaxassis ko'rigidan o'tadi, komissiya kunini kutadi. Agar u buni bir oy oldin boshlaganida to'lovda uzilish bo'lmasligi mumkin edi. Uchinchi misol. 7000 yoshli pensioner yoshga doir pensiya oladi. Lekin keyinchalik sog'lig'i og'irlashib, parvarishga muhtoj bo'lib qoladi. U men allaqachon pensionerman. Endi nogironlik belgilatishning foydasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda nogironlik belgilanadigan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozlar, reabilitatsiya vositalari yoki boshqa yordam turlari yuzaga kelishi mumkin. Bu yerda komissiyadan o'tish majburiyat sifatida emas, balki huquq sifatida qaraladi. Ya'ni odam o'z holatini rasmiy baholatib, qonuniy yordam olishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Eng muhim masala, nogironlik umrbod belgilanganmi yoki muddatlimi? Hujjatda muddatsiz yoki qayta ko'rik talab qilinmaydi. Mazmundagi yozuv bo'lsa, odatda fuqaro har yili komissiyaga borib yurmaydi. Lekin bu ham umuman hech qachon hujjat so'ralmaydi degani emas. Agar ma'lumotlar bazasida tafovut bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjat elektron tizimda ko'rinmasa, pensiya organi tasdiqlovchi hujjatni so'rashi mumkin. Bunday paytda odam komissiyadan qayta o'tishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin mavjud xulosani, guvohnomani yoki arxiv ma'lumotini taqdim etish kerak bo'ladi. Yana bir nozik jihat, chaqiruv qog'ozi yoki xabar kelmasa ham. Muddatni fuqaroning o'zi kuzatishi kerak. Ko'pchilik meni chaqirishsa boraman deydi. Lekin amaliyotda xabar kech kelishi, telefon raqam o'zgargan bo'lishi, yashash manzili yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada fuqaro muddatni o'tkazib yuboradi. Men har doim aytaman, pensiya va nafaqa masalasida eng kuchli himoya bu hujjatlarni tartibli saqlash va sanalarni oldindan tekshirish. Yana bir xato. Odam komissiyaga faqat bitta ma'lumotnoma bilan boradi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza qaror qabul qilishi uchun kasallik tarixi, tahlillar, davolanish natijalari, shifokorlar xulosasi, statsionar davolangan bo'lsa epikriz, ambulator karta ma'lumotlari muhim bo'ladi. Masalan, bel og'rig'i bor odam faqat belim og'riyapti desa, bu yetarli emas. Qachondan beri og'riyapti, qaysi tashxis qo'yilgan, MRT yoki rentgen natijasi bormi, nevropologog nima degan, davolanishdan keyin natija qanday bo'lgan, mehnat qobiliyatiga qanchalik ta'sir qilgan, mana shular ko'riladi. Nogironlik masalasi faqat kasallik nomi emas, uning oqibati ham baholanadi. Ikki odamda bir xil tashxis bo'lishi mumkin, lekin holati turlicha bo'ladi. Bir kishi yurak kasalligi bilan dori ichib, kundalik hayotini yuritishi mumkin. Boshqa kishi esa tez-tez xuruj qiladi, yurish masofasi cheklangan. Ish qobiliyati pasaygan, doimiy nazorat kerak. Komissiya mana shu farqni aniqlaydi. Shuning uchun falonchida ham shu kasallik bor, unga guruh berishdi. Menga nega bermadi degan savolga javob hujjatlar va real funksional cheklovlarda bo'ladi. Yana bir muhim masala, pensiya to'lovining to'xtashi har doim butunlay bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Hujjat yangilangandan keyin qayta tiklanadi. Lekin bu yerda muddatlar juda muhim. Agar fuqaro belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tsa va nogironligi tasdiqlansa, ayrim holatlarda to'lov uzluksiz davom etishi yoki o'tgan davr bo'yicha qayta hisoblanishi mumkin. Agar juda kechikib ketsa, qo'shimcha tartiblar yuzaga keladi. Shu sababli men kutib turmang deb qat'iy aytaman. Pitfall, ya'ni eng ko'p uchraydigan tuzoqlardan biri hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotlaridagi farqlar.
Masalan, eski tibbiy xulosada familiya kiril alifbosida boshqacha yozilgan. Yangi pasportda lotin alifbosida boshqacha ko'rinadi. Yoki tug'ilgan sana bir joyda ekmay, boshqa joyda ekmay bo'lib ketgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya organda muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni topshirishdan oldin ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, pasport seriyasi va raqamini tekshirish kerak. Yana bir nozik holat, odam boshqa hududga ko'chib o'tgan bo'lsa, masalan, pensioner Farg'onadan Toshkentga farzandinikiga ko'chib kelgan. Ro'yxatda qayerda turibdi? Pensiya qayerdan olinmoqda? Tibbiy kuzatuv qaysi poliklinikada? Komissiyaga yo'llanma qayerdan beriladi? Bular aniq bo'lishi kerak. Aksi holda fuqaro bir idoradan ikkinchisiga qatnab qoladi. Ko'chib o'tganlar albatta mahalla, poliklinika va pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni moslashtirib qo'yishi lozim. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlarda aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasi olyapsizmi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlash haqidagi hujjat yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan bilish mumkin. Agar telefon orqali aniqlash imkoni bo'lsa, avval qo'ng'iroq qiling, lekin muhim masalada yozma yoki rasmiy tasdiqqa ega bo'lish yaxshiroq. Ikkinchi qadam, nogironlik xulosasidagi muddatni toping. Uyda hujjatlarni ochib, aynan qayta ko'rik sanasi, amal qilish muddati, nogironlik muddati degan joylarni tekshiring. Agar sana yaqinlashayotgan bo'lsa, masalan 1 oy yoki 2 oy qolgan bo'lsa, darhol oilaviy shifokorga murojaat qiling. Eng katta xato oxirgi haftagacha kutishdir. Chunki tahlil topshirish, mutaxassis ko'rikdan o'tish, zarur tekshiruvlarni olish vaqt talab qiladi. Uchinchi qadam, oilaviy shifokor yoki davolovchi shifokor bilan hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Odatda pasport yoki ayda karta, pensiya guvohnomasi, mavjud nogironlik xulosasi, ambulator karta, kasallik tarixi, tahlillar, instrumental tekshiruvlar, mutaxassislar xulosasi kerak bo'ladi. Agar odam kasalxonada yotib davolangan bo'lsa, epikriz juda muhim. Agar operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiya haqidagi hujjatlar ham qo'shiladi. 4-qadam. Hujjatlarni bitta papkaga tartib bilan joylang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam komissiyaga boradi. Lekin eng muhim qog'oz uyda qoladi. Keyin yana borish kerak bo'ladi. Shuning uchun papkani bo'limlarga ajrating. Shaxsiy hujjatlar, eski xulosalar, shifokor xulosalari, tahlillar, kasalxona hujjatlari, dori-darmon va davolanish bo'yicha ma'lumotlar. Har bir nusxadan kamida 2 dona tayyorlab qo'yish foydali. 5-qadam. Agar holatingiz og'ir bo'lsa, yaqin qarindoshingiz yoki ishonchli odamingiz bilan boring. Ayrim pensionerlar navbatda turish, savollarga javob berish, hujjatlarni ko'rsatishda qiynaladi. Ayniqsa eshitishi, past ko'rishi yomon. Harakatlanishi qiyin yoki xotirasi sustlashgan insonlar yolg'iz bormagani ma'qul. Qarindosh hujjatlarni tartibga solishda, savollarni yozib olishda, keyingi qadamlarni tushunishda yordam beradi. 6-qadam. Komissiya qarorini diqqat bilan o'qing. Faqat guruh berildi yoki berilmadi degan gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi guruh, qaysi muddatga, qayta ko'rik sanasi qachon, qanday tavsiyalar berilgan, reabilitatsiya dasturi bormi? Qo'shimcha vositalar ko'rsatilganmi? Bularni tekshiring. Agar qarorda tushunarsiz joy bo'lsa, o'sha zahoti so'rang. Chunki keyin uyga borgach, yana idoraga qaytishga to'g'ri keladi. 7-qadam. Agar qarordan norozi bo'lsangiz, jim qolmang. Norozi bo'lish bu janjal qilish degani emas. Siz asosli ravishda tushuntirish so'rashingiz, qo'shimcha hujjat taqdim etishingiz, yuqori turuvchi komissiyaga yoki belgilangan tartibda tegishli idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda hissiyotdan ko'ra faktlar muhim. Qaysi tashxis, qaysi hujjat, qaysi sana, qaysi shifokor xulosasi. Kundalik hayotdagi cheklovlar nimalardan iborat? Masalan, men rozi emasman deb yozishdan ko'ra, falon sanali MRT xulosasida falon darajadagi o'zgarish ko'rsatilgan. Nevropatolog falon cheklovni qayd etgan. Yurish masofam 100 metr bilan cheklanadi deb yozish kuchliroq bo'ladi. 8-qadam. Pensiya bo'limiga yangilangan xulosaning borib tushganini tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron almashadi. Lekin amaliyotda kechikish bo'lishi mumkin. Qayta ko'rikdan o'tganingizdan keyin endi hammasi avtomatik bo'ladi deb butunlay xotirjam bo'lib qolmang. Bir necha kundan keyin pensiya bo'limi yoki tegishli xizmat orqali ma'lumot yangilanganini aniqlab qo'ying. Ayniqsa to'lov sanasi yaqin bo'lsa, bu juda muhim. 9-qadam.
Telefon raqamingiz va yashash manzilingizni yangilang. Ko'pchilik oddiy narsani unutadi. Chaqiruv, xabar, qo'shimcha talab, hujjatdagi kamchilik haqida ma'lumot eski raqamga ketishi mumkin. Agar siz raqam almashtirgan bo'lsangiz, poliklinika, pensiya bo'limi va boshqa tegishli joylarda yangi raqamni qoldiring. Bu keyingi muammolarning oldini oladi. 10-qadam, har yili bir marta hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Hatto hozir muammo bo'lmasa ham bitta papkani ochib, pensiya hujjatlari, bank kartasi muddati, pasport muddati, nogironlik xulosasi, tibbiy ko'rik sonlari, imtiyoz hujjatlarini ko'zdan kechiring. Bu ish ko'pi bilan yarim soat vaqt oladi. Lekin keyinchalik bir necha hafta yugurning oldini oladi. Demak, asosiy fikr shuki, barcha pensionerlar bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan majburiy o'tadi deb tushunish noto'g'ri. Yoshga doir pensiya oladiganlar odatda tibbiy komissiya orqali pensiyasini tasdiqlamaydi. Lekin nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar, ayniqsa xulosasi muddatli bo'lganlar, qayta ko'rik sanasini albatta nazorat qilish kerak. Hujjatdagi bitta sana, bitta xato yoki bitta yetishmayotgan ma'lumot to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq uyda hujjatlarni ko'rib chiqing. Pensiya turini aniqlang. Nogironlik xulosasi bo'lsa, muddatini tekshiring. Kerak bo'lsa, oilaviy shifokorga murojaat qiling. Yaqinlaringiz orasida yoshi ulug' yoki nogironligi bo'lgan insonlar bo'lsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Ko'pchilik muammo qonunni bilmagani uchun emas, aynan muddatni o'tkazib yuborgani yoki hujjatlarni tartibga solmagani uchun qiynaladi. Sizning hududingizda pensionerlarni qayta ko'rikka chaqirish holatlari bo'lyaptimi? Kimlarga xabar kelgan, kimlardan hujjat so'ralgan, komissiyadan o'tishda qanday qiyinchilik bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida bilgan ma'lumot ko'p muammoning oldini oladi.